Yonida benzin zapravka, Mustang'ning katta binoga o'tish arafasida. Buni qarang, Toshkentda dahshatli yong'in. Xalq orasida ipodrom nomi bilan mashhur bo'lgan bozor hududida yong'in yuz berdi. Bekorga shuncha. Hamma mol tashish bilan ovora. 2 kilo buzib tashaldi. Odamlar yukini olib chiqish bilan ovora. Bundan yoni bo'ldi. Endi bitta pajarniy mashina keldi. Yarim soat bo'ldi chaqirilganiga. Pochta zaparaka o'tdi. 5-aprel soat 4:30 bo'ldi. Shuni bozordamiz, sabzavot o'tgandan keyin bozor yonyapti, lekin yomon yonyapti. Alloh nurda asrasa, ruxsat bo'ringlar. Voy, sizda. Oqtulpardan kevurish tarafga-ku. Shakayapti. Ruxsat bo'ringlar. Assalomu alaykum akalar. Abu Saxiy bozori yonyapti. Savollar bu yoqqa ko'chaga olib chiqib qo'ysa ham baribir yong'in kuchayib ketib, yonib ketyapti. Bu yonishni eng kuchaytirgan narsa sababi bu alkofon bo'ladi. Kasroslari полный alkofon bo'lgan, magazinlar bir-biriga ulab ketib alkofon qilgan. Eng kuchaytirgan narsa mana shu alkofon. Shuning uchun bozor, katta joy, zavodlarda alkofon emas, mikrofon qilishni tavsiya etamiz. Shundan keyin telefon xizmat kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, bemalol chiroyli, ishonchli qilib beramiz. Lekin sizlarga alkofon qilishni tavsiya etmaymiz. Yonib ketyapti. Ipodrom bozor. Yonida benzin zapravka, Mustang'ning katta binoga o'tish arafasida. Zangata, Chilonzor, Eshongizor, Qo'nli pajarnilar keldi. O'rtada mana isklat bo'lgan. Isklatdan qo'nli mollarni olib chiqishdi, qolgani olib ketdi lekin mana. Olovga qaraylar. Orqa taraf. Portlashini qaraylik. Qizlar buni qaranglar, qizlar dahshat yonyapti ipodrom, buni qaranglar qizlar. Mana bu yo'l yuzidagi zapravka ham уже portlaydi deyapti hozir. Mana odamlarning qochishini qaranglar qizlar. Juda ham dahshatli darajada ko'chada turgan даже uni qaranglar portladi. Ko'chada turgan nima deydi, mashinalar ham уже yonib ketibdi qizlar, buni qaranglar. Mana ipodromdagi nima edi, sklat deydimi, nima o'shalar yonyapti ekan qizlar, dahshat. Ko'chaga parkovka qilgan mashinalar ham уже yonib ketibdi qizlar. Mana buni qaranglar. Mana bu yerda bitta zapravka bor, o'sha ham, unga ham o't o'tibdi qizlar, qaranglar. Allohim hammamiz o'zaro asrasin bunaqa o't balosidan, suv balosidan qizlar. Mana buni qaranglar. O'chirib bo'lmayapti ekan qizlar, qaranglar. Hamma panikada. Qizlar dahshat yonyapti, lekin qaranglar. Hozir portladimi? Voy, ana portlayapti qizlar. Qaranglar, dahshat qizlar, dahshat. Xudo o'zi asrasin. Amerika emas.
Qadroq ketaverish. Yakshanba bozor kuni edi. Sizdan yolg'on kerak, bormaganinglar yaxshi, oke? Sizdan zapravkami? Zapravka, o'zinglar. O'ting o'tib oling. Mustang zapravka. Aka. Mustang zapravka yonyapti ekan. Mustang, Gaz, oil. 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 Okay, oil station. Gas. Birodar yordamlashib yuboring, ishlarini olib yuboring. Bo'ldi. Mashina yopiq, yo'l qani? Nega? Yo'q, muammo emas. Mana bu yoqqa kelsa buni qarab, ani mashina 4 ta mashinani yonib ketdi. Ashdan biz ketdik. Xudo biroz olibdi mashinani. Hamma qaraydi. Rabbim. O'zing asra ol.